Uyqu dorilarini birinchi nojo'ya ta'sirlardan biri bosh aylanish hisoblanadi. Umuman olganda shifokorlar uyqu dorilarini yozishga majbur bo'lishadi va uni sxema bo'yicha ichib, sxema bo'yicha uni tugatish to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ammo uyqu dorilar hamda neyroleptiklar, gipnotiklar kabi dorilar yozilganda bemor o'sha dorini ichib, undan halovat topib, voy mazza ekan-ku dori bilan uxlash deb bunga o'rganib qoladi va endi dori tugashi bilan voy men dorim tugayapti, endi o'zim uxlolmayman, dori olib kelib beringlar deb doriga qaram bo'lib qoladi yoki dori ichgandan keyingi holat unga yoqmaydi. Dori bilan uxlash bosh aylanishini, ertasi kuni karaxtdek bo'lib yurishni, ertasi kuni biroz uyquchan, xuddi uyqu kelyapti, lekin uxlolmaydi, yarim uyquda bo'lib yurish holatlarini olib keladi. Hamda bu insonda endi yangi shikoyatlar paydo bo'ladi. Qo'l oyoqlarda qaltirash, ba'zan boshni ham qaltirab turishi,